Assalomu alaykum do'stlar, aziz obunachilar e'tiborlar uchun rahmat. Mana Xudo xolasa har doimgidek kirchiqlarimizni amalga oshirib olib, jigarlarimiz bilan birgalikda mana Moskvaga qaytib kelyapmiz. Danli momentda ana Ryazanga 205-kilometrga kafega kirdik jigarlarimiz bilan birga. Kirchiqlar juda ajoyib tarzda bo'ldi. Borish ham, kelish ham har doimgidek. Dokumenti bori ham, yo'g'i ham bemalol borib kelinyapti. Hozircha hammasi a'lo darajaga. Mana O'zbekistonlik vatandoshlar bilan bir-ikki savol javob qilamiz. Qanday borib keldi, ma'lumotlarni eshitib o'rganasizlar. Dokumentlar qanday edi? Kuzatishga davom etamiz. Mana akalarimiz birinchi mana shu akaga savol berib, oldimga o'tiribdi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qayerlik aka? Andijonlik. Qayerdan Andijondan? Sharxondan. Aka, dokumentlaringiz qanday edi? Borib kelish qanday bo'ldi? Patentga topshirgandim, matkaz oldim. Endi granitsaga borib, chastning qilib kelyapman. Ha. To'g'risi. Bo'ldimi, chasini urib berdimi? Ha, chastningni oldim. Muammo bo'lmadimi? Yo'q. Ha, borib kelsa bo'laganmi? Bo'lmasam-chi. Bizda reysimiz yoqdimizki, yoqmadimi? To'g'risini ayting. Ajoyib hozir. Ha, gap o'rgatganmiz yo'q sizga. Promoy mana yarim shu paytgacha lekin ajoyib. Ha, rahmat. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Ha, o'sha andijonlik vatandoshlarga, O'zbekiston xalqiga. Men hech qanaqa tanish bilishli joyim yo'q bular bilan. Yo'q, nima emas, birinchi marta ishim tushib. Gap o'rgatilgan sizga. Yo'q. Unday deng, bunday deng deganingiz yo'q. Yo'q, unaqasi yo'q. Ha, rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Xayrlisiz aka? Buxorodan. Ha, borib kelish qanday bo'ldi? Dokumentingiz qanday edi sizda? Biz dokumentim bor edi. Ikkinchi yilga cho'zdirdik. Ha. Hammasi yaxshi, faqat bitta narsa Aha. granitsaga Hasan Husan bilsangizlar, обязательно yo rasm oling, yo kopiya oling. Shtobi bizni bitta sherigimiz sargina endi o'sha yerda 3 soat 4 soat nima qildi, ushlab qoldi. Shuni hisobga ushlab qo'lin-da. Hisobga. Boshqa hammasi zo'r. Ha, reysimiz ma'qul bo'ldimi sizga? Hammasi zo'r. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Конечно, O'zbekiston bo'ylab Tojikiston, Qirg'iziston, butun musofir nimadagi fuqarolarga hammasiga tavsiya qilamiz. Ha, rahmat. Hammasi a'lo darajada. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Charchamanglar. Ha, rahmat. Mana bu yerga bitta jigarimiz bor, akaga savol beramiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Qayerliksiz aka? Jizzaxdan. Ha, Jizzax qayerda? Jizzaxning Baxmaldanman. Baxmallar. Baxmal almalari eng udar joylardan, ha? Vatanidan o'zi ham qizil almalari. Aka, bu borib kelishda qanday bo'ldi? Dokumentingiz qanday edi sizda? Dokument hammasi bor edi. Xudoga shukr, eson-omon bor, eson-omon qaytib keldi. Просто Hasan Husan bo'lgani uchun pasportni rasmi bo'lsa olib olish kerak. Ha, sherigida. Meniki yo'q bo'lgani uchun 2 soatni ishlatib qoldim. Ha. Bo'lsa rasmni olib oldinglar. Ha. Kirchiqda hech qanaqa muammo bo'lmami boshqa? Yo'q, muammo yo'q. Bemalol borib kelsa bo'ladi-da. Bo'ladi, bemalol borib kelib Oba sim karta ham bormi? ishini qilib yursam bo'ladi, ishonchli ekan. Ha, reysimiz ma'qul bo'ldimi sizga aka? Ma'qul. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Tavsiya qilaman hammaga kelishlaringizni nasib qilsa, xudo xohlasa, bemalol kelaversangiz bo'ladi. Ha, rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana bu yerga yana jigarlarimiz bor, savol beraveramiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Ana aka, siz qayerliksiz? Men Xorazmdanman. Ha, borib kelishda qanday bo'ldi? Dokumentingiz qanday edi sizda? Dokumentim yo'q edi, men normalniy borib keldim. Ana nima dokumentingiz bor edi? Bori. Bori pasportim bor edi. Faqat pasport edi? Kartam bor edi. Ha. Normalniy borib keldik. Registratsiyalar hech nima yo'q edi. Hech nima yo'q edi. Muammo bo'lmami yo'llarga borishga? Amina yo'q edi. Ha, Amina ham hech nima yo'q edi. Hech nima yo'q edi. Ha. 500 rubl chiqdi yo'ldan. Hmm. Men o'ylagandim ko'proq chiqadi deb. Yo'q, 500 rubl berdik. Ha, ish hali. Dokumentdan muammo bo'lmadi. Ha. Hammasi yaxshi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bemalol kelib qilib, kayf qilib borib kelasizlar. Ha, rahmat aka. Hammani ro'za Ramazon bilan kelib kelgan tabriklayman. Rahmat. Mana hozir o'zimiz ham ro'zamiz. Ha. Normalniy borib keldik. Og'iz yopar arafasiga hozir Dalnamomitga. Og'iz yapar qilib o'tiribmiz mana. Inshaalloh. Bemalol borib kelaverasizlar. Ha. Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat kattakon. Bega mana akamizga savol beramiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, bizni qayerdan topdingiz? Qayerliksiz? Dokumentingiz qanday edi borib kelishga? Ismingizni to'g'ri YouTube'dan topdim. Mhm.
o'zim voditelman. Mhm. Aloqaga chiqdik. Hammasi inshaalloh zo'r cho'tki. Ha. Dokumentlar qanday edi aka? Dokument hammasi cho'tki. Ha. Vaqtiga bordik, vaqtiga mana Alloh xolisi chiqib keldi chiqqan qilib. Inshaalloh dokumentimiz yana hammasi joyida. Ha. Muammolar bo'lmami aka? Muammo ko'rganimiz yo'q. Ha. Shu YouTube'ga ko'rganingizdek hamma narsa shu boricha kelyaptimi? O'xshab yoki kelgani yo'qmi? Birma-bir to'ch deydimi ruschasiga. Ha. Shu ukaxonni tavsiya qilaman. Ha. Rahmat aka. Chiqmaysizlar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. Sog' bo'ling. Mana bu yerga bitta akamiz bor, jigarimiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana sizni napitkalar bilan juda chiroyli fonga olyapmiz. Qanday bo'ldi aka? Xayrlisiz. Akamiz haqiqiy. Ha, qanday bo'ldi aka? Borib kelishlar, dokumentlaringiz qanday edi sizni? Dokumentim hammasi joyida edi. Ha. Muammolar bo'lmami borib kelishga? Qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Ha. Shofyor o'zim. Ha. Shofir hamma, shofir ko'p bu safar ichimizga. Teringni olib borib kelaveram. Ha, inshaalloh. Ko'rib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Reysimiz ma'qul bo'ldimi sizga? Конечно. Ha. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. Yaxshi kunlar har doim ko'rishaylik. Tosh bilan olgani yomon bo'ldi. Yo, sizda mana bu arqa fonga qarang, mana arqa fonni qarang. Hech kimning foni bunaqa chiqqani yo'q mana ekranga. Napitkalar bilan mana televizorlar, kamera hammasi mana bu yerga apamiz bor, mana apamiz har doim xizmatga. Apa, qanday bo'lyapti ishlaringiz? Sizda videoga olganmi yo'q? Prosta gapiravering bo'ldi. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek mana shu akalarimiz bilan mana birgalikda chiqib kelyapmiz. Har doimgidek to'xtab, kafelarga ovqatlanib, ana kirchiqlarimiz har doimgidek bo'lyapti. Mana eshitganlaringizdek gap o'rgatganimiz yo'q. Hamma o'zini bilganicha gapirib o'tyapti. Kuzatishga davom etingizlar. Xudo xolisa yangi videolarni sizlar uchun chiqarishga harakat qilaveramiz. Ana reyslarimiz har doimgidek bo'lib turibdi. Inshaalloh keyingi videolarga sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga omad yor bo'lsin.